Toshkent shahrining markaziy rayonlaridan bittasi Shahrstanskiga kelganmiz. Agar shunaqa sentral rayonlardan hovli qarayotgan bo'lsangiz, sizlarga mana maslahatim yangi hovli 2,1 sotuv maydonga ega Shahrstanskida joylashgan orientir 58-maktab va Chinobod sanatoriyasi bo'ladi. Bir qadam Haytown 2,1 sotuv 6 ta xona 330 kvadrat maydonga ega. Hozir ko'rib chiqamiz. Hovlimizni keng qilingan ziloniy zona, bitta sanuzel va letniy kuxnya tashalgan. Hovlisini ham, точнее, ko'chani ham ko'rib ketamiz. Ko'chalari ham keng, hamma kommunikatsiyasi bor. Xo'p, ketdi unda, ichlarini ko'ramiz. Uy dizayni zo'r chiqibdi lekin. Kirushni qaranglar, mana shunaqa katta hol qilingan. Bemalol mehki zona qilib o'tirish uchun joy mo'ljallangan. Zo'r. Men перегородка ham chiroyli chiqibdi, bogatый stil berib turibdi. Hop, chap qo'lda oshxona qismi. Bu yoqda menimcha stol qilib o'tirish uchun mo'ljallangan joy, panoramli oynalar qilingan. Oynalar ham termo qo'yilgan. Ranglari zo'r ekan, qaranglar. Zo'r chiqibdi. Bu yoqda oshxona qismi, oshxona mebellari tayyor va texnikalar ham qo'yib qo'yilgan. Rangi ham boshqacha. Eshiklarning ham ranglari zo'r tanlangan, yaxshi eshiklar qo'yilibdi. Xo'p, men ham perillaga lekin maza qildim, boshqacha, juda ham boshqacha stilda chiqqan. Xo'p, davaychi mana shu yerda ko'rib ketamiz. Bu zal qismi. Zalimiz ham katta qilingan, orqa hovliga ham chiqib ketsa bo'ladi. Chopli polda qilingan, radiatorlar qo'yilgan. Chiroyli lyustralar qo'yilgan. Har bitta xona o'ziga yarasha chiroyli dizayndan chiqqan. Zo'r. Xo'p, bu yoqda bitta общий sanuzel birinchi etaj uchun dushovoy qilingan va shunday yonida birinchi etaj uchun spalniy xona qilingan. Bu xonamizning garderob uchun mo'ljallangan joyi ham bor. Zo'r. Podval keladigan bo'lsa, podval videoni oxirida ko'rsatib ketaman. Birinchi etajni ko'rdik, ketdi. Endi ikkinchi etajni ko'rib ketamiz. Ikkinchi etajda общий xonalar soni 4 ta va 2 ta sanuzel bo'lyapti. Давайте сразу master spalnidan boshlaymiz obzorni. Qaranglar, kiraverishda har bitta xonada teplый pol datchiklari bor. Bu spalnimizning o'zining ichida sanuzeli va garderob uchun mo'ljallangan katta joy bor. Qaranglar. Zo'r chiqibdi. Ranglariga gap bo'lishi mumkin emas. Pollarning rangi bilan devor rangi juda ham bir-biriga mos. Zo'r. Emulsiyani zo'rini qilishibdi. Mana bu spalnining sanuzeli. Dushovoy qilingan. Zo'r. Mana shunaqa sentrdan hammamizga hovli nasib qilsin. Dal tushiramiz. Bu yoqda bo'lsa yana bitta spalniy xonamiz. Endi buni plus tarafi bu yerda balkon qismi bor. Bu xonani ham o'ziga garderob uchun mo'ljallangan joyi ham bor. Hop, ikkita xonani ko'rdik. O'rtada yana bitta общий sanuzel. O'ng tarafda yana bitta spalniy. Bu spalniy ham xuddi boshqalariga o'xshab o'zini garderob uchun mo'ljallangan joyi bor. Hamma xona katta-katta qilingan, umuman kichkina xona yo'q. Patoklar ham baland-baland qilingan. Bu bo'lsa oxirgi mana spalniy xonamiz. Bu yoqda ham garderob uchun mo'ljallangan joy bor. Zo'r. Hamma xonani garderobi bor. Ana uyda kiyimlar bardak bo'lib yotmaydi, shunisi zo'r. Xo'p, tepada общий 4 ta xona eslatib o'taman, 2 ta sanuzel. Qani ketdi, podvalni ko'ramiz. Podvalimiz ham bir uyga o'xshaydi, qaranglar. Tushirishda bu yoqda datchiklar qo'yilgan, teplый polga. Tushimizda mana shunaqa bitta katta, ya'ni hol deymiz. Bu yoqda bitta katta xonasi bor ekan. Endi buni игровой zona, детский площадка yoki garderob qilsalar bo'ladi. Xo'p, bu yoqda menimcha bitta холодный zona, bu ham kattagina va uyimizning kotelniy xonasini ko'rsak bo'ladi. Zo'r. Eslatib o'taman, uyimizda Shahrstanskiy orientir Chinobod sanatoriyasi 2,1 sotuv maydonga ega 6 ta xona
va har bitta xonani o'ziga yarasha remontlari chiroyli chiqqan. Videoni tanishish jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasa, mana shunaqa sentral rayonlardan hovli xohlaganlar bo'lsa, bemalol любой payt kelib ko'rsanglar bo'ladi. Bizani kuzatishga e'tiborchi rahmat. Sog' bo'linglar.